Qaysi birida ko'proq pul topsam bo'ladi? Tradingda. Qaysi birida tezroq daromadga chiqsam bo'ladi? U ham trading. Qaysi birida stress yo'q? Albatta investitsiya. Qaysi birida kichkina depozitlar bilan kirsam bo'ladi? Trading albatta. Qaysi birida risk kam? Investitsiya riski juda ham kam. Qaysi birida strategiya ko'proq ishlaydi? Tradingda strategiya ko'proq ishlaydi, investitsiyada esa fundamental analiz. Qaysi birini o'rganishga kam vaqtim ketadi? Investitsiya. Qaysi birini asosiy soha qilsam bo'ladi? Kalasini ham. Qaysi birida ishlashga kam vaqtim ketadi? Investitsiya. Qaysi birini hamma o'rgana oladi? Kalasini ham o'rgana oladi. Tradingni ham investitsiyani. Qaysi birini ishlashni maslahat berasiz? O'zim tradingda ishlaganligim hisobiga, men o'zim afzal ko'radigan trading. Qaysi birida intizom kerak? Qarang, oddiyroq tilda tushuntirib beraman sizga. Investitsiya sizni boy qiladi agar kuchli bo'lsangiz, trading sizni boy qiladi agar intizomli bo'lsangiz. Jasur aka, tradingni o'zi qayerda o'rgansam bo'ladi? Men o'zim ijtimoiy sahifalarimda va Telegram kanallarimda juda ham qimmatli ma'lumotlarni ulashib boraman bepulga. Agar mana shu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga trading so'zini qoldiring va men sizga silkani jo'nataman.